Assalomu alaykum Fayzullos kanalining qadrli obunachilar. Xudo xolasa bugunga yaxshi qo'zlarimiz Qirg'izistonda qo'zlari kelgan. Ularni barcha obzorlarni qilib, xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Qadrli obunachilar, videoni boshidan bitta like bosib, kanallarga obuna tugmachasini bosib, yaqin birodarlarga podpisa qilib tursalar, bizning videolarimizni boshladik. Qadrli obunachilar, 2026-yil 3-yanvar haftaning shanba kuni xudo xolasa videolarimizda ishlab bormoqdamiz. Qadrli obunachilar, o'nlab turasizlar, like'larni tasvirlab tursalar, narxda arzon-arzonlarni qo'yib borilaveradi qadrli obunachilar. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida, ya'ni o'zimizda qo'yib bermagan yangilardan qo'zlarimiz yetib kelgan Qirg'izistondan. Bularni barcha obzorlarni Odiljon o'zlaridan hammasini xudo xolasa berishga harakat qilamiz. Obunachilar xudo xolasa yana yangi partiyalarimiz yetib keldi. Har doimda narxini qilib yetkazib beramiz. Narx arzon bo'laveradi, to'g'rimi? Telefon qilsa bo'ldi, ish bitadi. Qadrli obunachilar, mana xudo xolasa bugun narxlar yengil bo'ladi. Kecha qadrli obunachilar 11 ta qo'yildi, 11 tasi ham xudo xolasa hammasi Andijonga sotildi. Dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib berildi. Yetib borgandan keyin ham og'on insonlar hammasi rahmatini aytayapti. Nimaga? Sababi narxi arzon. Xudo xolasa eldan, hamma joydan arzonligi uchun rahmatini aytishyapti qadrli obunachilar. Sizlar ham telefon qilinglar, xudo xolasa yetkazib beriladi. Xudo xolasa rahmatini aytasizlar qadrli obunachilar. Mana endi to'qliq o'zlari o'zi. Hozirdan birinchi partiyalarning soni nechta? Soni 11 ta. 11 dona. 11 dona. 11 dona. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Yosh oyliklar qanday? Yosh oyligi 8 oy bilan 9 oyda orasida. 8 oylik, 9 oylik atrofidagi qo'zi. Qachon yetib keldi bular? Bular ertalab yetib keldi. Ertalab yetib keldi. Xudo xolasa 7 ishtisa sinovdan o'tdi. Qadrli obunachilar, mana shunday quruq somonni yeyapti. Uylarga olib borgandan keyin 7 ishtisini bir hafta ko'ngilda 9 sinov olaveringlar qadrli obunachilar. Bir hafta bemalol sinov olaveringlar qadrli obunachilar. Sinov muddatlari bor. Xudo xolasa yaxshi narsalar kelgan. Zotqa boqaman deganlar uchun mana oq yuz, oq dumba cho'yiladi. Mana bu qo'chqorni qarang, qadrli obunachilar, bellar ham juda yo'g'on, tikka dumba. Hammasi mujmal yo'q qo'ziladi, hammasi raketa dumba. Oyoq qo'llar uzun, oyoq qo'llar baquvvat qo'zlardan yetib kelgan ekan. Bularni xudo xolasa hammasi narxi qiziq qadrli obunachilar. Hammasi narx qiziq deymiz. Odilbek, narxi necha puldan bo'ladi? 11 tasini bir yerga olish yo'g'amiz, narxini necha puldan qilib berasiz? Narxi yo'lida 48-5 million emas. Yo'q, bo'ladigan narxini ayting, bitta obunachi tortsin. Pul yanada kami bor. Necha puldan o'tib berasiz? 50 ming 100 ming qilmayman. Maydalashmang. Bo'ladigan narxini ayting. To'g'ri aytaman. 4 million 300 ming so'mdan 11 tani bir joyga tashlab yetkazib beraman. 4 million 300 ming so'mdan. Mana qadrli obunachilar, mashq qo'chqorlar ham 4 million 300 mingdan endi ketdi-da. Xuddi mashlar ichida ketadi, Odiljon, 4 million 300 ming so'mdan. Mashlar ichida. Yakkalikka tanlab olaman deysiz-chi? 100 mingdan plus, ko'p. 4 million 400 mingdan qadrli obunachilar, bitta, ikkita, 5 ta olasizlar ham tanlab olish imkoni bor. Optimum olinglar, 11 tasini olinglar. 4 million 300 ming so'mdan mana dastlabki xizmatlari doimgidek Toshkentgacha qadrli obunachilar. Toshkentgacha besplatni holatda yetib boradi. Qadrli obunachilar, 4 million 300 mingdan olinglar shularni qadrli obunachilar. 4 million 300 mingdan narxi juda arzon chiqdi. Qo'ylarni qaranglar, yosh oyliklar ham o'zi 8-9 oylik atrofidagi o'zi bo'ybasda 75 ga olaveringlar qadrli obunachilar. Borgandan keyin o'lchasalar ham oshig'i bilan chiqadi, xursand bo'lasizlar qadrli obunachilar. Xudo xolasa ikkinchi partiyalamizga navbat. Obunachilar, ikkinchi partiyalarimizga ham xudo xolasa soni 3 tagina, 3 ta olami sarig'idan bo'lsin degan obunachilar uchun mana. Rangi tozalar, ozgina sozgina. Odilbek, bular yosh oyliklar qanday? Bular 7 oylik atrofida, bizlar 6 oy bilan 7 oyda orasida olaverasizlar. Xudo xolasa, bularda ham 7 ishda sog'lik salomatlik bir haftaga garantiyalari bor. Quloqlarni ham qarang. Mana jonivar. Quloqlari ham uzun-uzun, kalla boshlar chiroyli qo'ylar ekan, qadrli obunachilar. Mana shu olinglar, xudo xolasa boqsalar yaxshi baraka topadigan qo'zi qo'chqorlar qadrli obunachilar. Odilbek, joy ham qo'chqor, ha? Joy ham qo'chqor. Narxi nech bilan deymiz? Bo'lar guring. Bitta aytamiz, bitta kesamiz. 3 million 700 ming so'mdan. 3 million 700 ming so'mdan. 700 ming so'mdan. Videoga yaxshilab e'tibor berib, qarab turmang. 3 million 700 ming so'mdan dastlabki qilib yetkazib beraman qo'ydim. Dastlabkilar ichida Toshkentgacha besplatni holatda yetib boradi. Ichida barra qo'y narxida bo'ladi. Mana qadrli obunachilar, 3 million 700 ming so'mdan bo'ylari 70 bilan 75 atrofida.
yetib boradi qadrli obunachilar. Bu ikkinchi partiyalarimiz.